Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Sizlar bilan men, moliyaviy masalalar bo'yicha ekspert. Bugun sizlarga juda muhim va dolzarb ma'lumotni yetkazaman. Bu axborot ko'plab pensionerlarimizga bevosita tegishli bo'lib, sizning pensiyangizga qo'shimcha 2000% ustama olish imkoniyatini taqdim etishi mumkin. Ammo buning uchun bir muhim shart bor. Siz o'z tug'ilgan yilingizni pensiya fondiga ma'lum qilishingiz lozim. Agar bu ogohlantirishga befarq bo'lsangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Bu sizga juda katta foyda keltirishi aniq. Hozirdayoq kanalimga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu sizga kelajakda ham shunga o'xshash muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi. Pensiya fondidan kelgan ogohlantirish haqida oxirgi paytlarda ko'pchilik savollar bilan murojaat qilmoqda. Bu ogohlantirishga ko'ra, ayrim toifadagi pensionerlar o'z tug'ilgan yillarini qayta tasdiqlashlari yoki aniqlashtirishlari kerak. Aks holda pensiyalarga qo'shilishi mumkin bo'lgan 20% ustama to'lovni olmaslik xavfi bor. Bu axborot ko'pchilikni tashvishga solishi tabiiy. Shuning uchun vaziyatga oydinlik kiritishni o'z burchim deb bildim. Oldinlari pensiya tayinlash jarayonida fuqaroning tug'ilgan sanasi pasport ma'lumotlari asosida avtomatik tarzda kiritilar edi. Bu ma'lumotlar odatda to'g'ri bo'lib, ko'p hollarda hech qanday qo'shimcha tasdiqlash talab qilinmas edi. Pensiya fondi ma'lumotlar bazasida saqlanadigan ma'lumotlar deyarli barcha holatlarda to'g'ri deb hisoblanar edi. Ammo texnologiya rivojlanmagan davrlarda ma'lumotlarni qo'lda kiritishda inson omilidan kelib chiqadigan kichik xatolar yuzaga kelish ehtimoli har doim mavjud bo'lgan. Shuningdek, hujjatlarni almashtirish, eski namunadagi pasportlarni yangilash, familiya o'zgarishi kabi holatlar ham ma'lumotlar bazasida nomuvofiqliklarni keltirib chiqarishi mumkin edi. O'sha davrlarda kompyuter texnologiyalari hozirgidek keng tarqalmaganligi sababli ma'lumotlar bazasi ham yetarlicha takomillashmagan edi. Hozirgi kunda vaziyat ancha o'zgardi. Pensiya fondi tizimini yanada takomillashtirish va har bir pensionerning o'ziga tegishli barcha imtiyozlarni to'liq olishini ta'minlash maqsadida jiddiy choralar ko'rmoqda. Shu sababli ayrim toifadagi pensionerlar uchun tug'ilgan yillarni qayta tasdiqlash yoki aniqlashtirish zarurati tug'ildi. Bu ayniqsa ma'lumotlar bazasi tug'ilgan yili noaniq ko'rsatilgan yoki umuman kiritilmagan shaxslarga taalluqlidir. Shuningdek, ma'lumotlar juda eski bo'lgan yoki turli sabablarga ko'ra tizimda xatolik yuzaga kelgan fuqarolar ham bu guruhga kiradi. Bu 20% ustama esa asosan ma'lum bir yoshga yetgan, ya'ni hayotining keksa bosqichiga qadam qo'ygan fuqarolarga beriladigan ijtimoiy ko'mak hisoblanadi. Pensiya fondi bu ustamaning to'g'ri hisoblanishini va hech bir pensioner o'z haqqidan mahrum bo'lmasligini ta'minlashga qaratilgan harakatda. Bu ogohlantirish aslida pensionerlarni o'z huquqlaridan to'liq foydalanishga undashdir. Xolos, birinchidan bu ogohlantirishning mohiyatini chuqurroq anglab olaylik. Pensiya fondi nima uchun aynan tug'ilgan yilni so'rayapti va bu 20% ustama nima? Aslida bu ustama ma'lum bir yoshga yetgan, ya'ni hayotining keksa bosqichiga qadam qo'ygan fuqarolarga beriladigan ijtimoiy ko'mak hisoblanadi. Ko'plab mamlakatlarda bo'lgani kabi bizda ham keksa yoshdagi pensionerlarning turmush sharoitini yaxshilash, ularning ehtiyojlarini qondirish maqsadida qo'shimcha to'lovlar joriy etiladi. Aynan 75 yoshga to'lgan yoki undan oshgan fuqarolar uchun mana shu 20% ustama nazarda tutilgan. Bu ustama sizning pensiya miqdoringizdan qo'shimcha 20% ni tashkil etadi. Bu esa har oyda pensiya miqdoriga sezilarli darajada qo'shimcha mablag' deganidir. Bu mablag'lar nafaqat oziq-ovqat xarajatlari, balki dorilar, kommunal to'lovlar yoki boshqa shaxsiy ehtiyojlar uchun juda katta yordam bo'lishi mumkin. Pensiya fondi ushbu ustamaning to'g'ri va o'z vaqtida hisoblanishini ta'minlash uchun ma'lumotlarni aniqlashtirishga chaqirmoqda. Kimlar aynan tashvishlanishi kerak? Agar siz 75 yoshdan oshgan bo'lsangiz va pensiya fondidan qo'shimcha xabarnoma olgan bo'lsangiz yoki shunga o'xshash xabarlar e'lon qilinganini eshitgan bo'lsangiz, albatta bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishingiz lozim. Ayniqsa quyidagi toifadagi fuqarolar o'z ma'lumotlarini tekshirishlari shart. 1. Pensiyangizni ancha yillar avval, masalan 2000 yildan oldin olgan bo'lsangiz, o'sha paytlarda ma'lumotlar bazasi unchalik rivojlanmagan bo'lishi va ma'lumotlar qo'lda kiritilgani sababli xatoliklar ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin. Eski qo'lda to'ldirilgan hujjatlar, masalan ish staji daftarshalari
pasportlar, tug'ilganlik guvohnomalari ba'zida to'liq bo'lmagan yoki xato ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin edi. Bu esa pensiya fondi tizimiga ma'lumotlarni kiritishda qiyinchiliklar tug'dirgan. 2. Pasportingizni bir necha marotaba almashtirgan bo'lsangiz, masalan, familiya o'zgarganda, yo'qolganda yoki eski namunadagi pasport yangisiga almashtirilganida. Har bir hujjat almashinuvi jarayonida ma'lumotlar qayta kiritiladi va bu jarayonda ehtiyotsizlik tufayli xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa, sobiq ittifoq davrida tug'ilganlarning pasport ma'lumotlarida ba'zan sana va oy aniq ko'rsatilmasdan faqat yil yozilishi ham kuzatilgan. 30. Pensiya fondi sizning tug'ilgan yilingiz haqidagi ma'lumotni so'ragan bo'lsa, masalan, SMS orqali, pochta orqali yoki shaxsan murojaat qilganingizda, bu pensiya fondining sizning ma'lumotlaringizda nomuvofiqlik borligini aniqlagani va uni tuzatishga chaqirayotgani belgisi hisoblanadi. Kimlar tashvishlanmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, masalan, oxirgi 5-7 yil ichida va barcha hujjatlaringiz yangi talablarga muvofiq rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lish ehtimoli juda yuqori. Chunki hozirgi kunda pensiya tayinlash jarayoni to'liq avtomatlashtirilgan va ma'lumotlar elektron tarzda kiritiladi. Bunda xatolik ehtimoli juda kamaygan. Ammo shunda ham xotirjamlik bilan o'z ma'lumotlaringizni pensiya fondi veb-sayti orqali yoki shaxsan borib tekshirib qo'yishingiz zarar qilmaydi. Ayniqsa yaqin orada 70 yoshga to'layotgan bo'lsangiz, bu juda muhimdir. Chunki ustama aynan shu yoshdan boshlab hisoblanadi. Keling, bu ogohlantirish qanday o'rinli ekanligini bir nechta hayotiy misollar orqali ko'rib chiqaylik. Misol 1. Otaxon Ahmad aka 92 yoshda. Ahmad aka o'z pensiyasini 1998-yilda, ya'ni ancha oldin tayinlatgan. O'sha paytda hujjatlarni topshirish va rasmiylashtirish jarayoni hozirgidan ancha farq qilgan. Uning tug'ilgan yili pasportda 1940 yil deb ko'rsatilgan edi. Biroq pensiya fondi bazasidagi ma'lumotlarda esa 1923 yil deb xatolik bilan kiritilgan. Bu kichikgina xato Ahmad akaga hozirgacha 75 yoshga to'lganligi uchun berilishi kerak bo'lgan 20% ustamani olishga to'sqinlik qilib kelgan. U kishi pensiya fondining oxirgi ogohlantirishi haqida eshitib, qizining yordamida pensiya fondiga murojaat qildi va ma'lumotlar tekshirilganda bu xatolik aniqlandi. Natijada pensiya fondi xodimlari barcha arxiv hujjatlarini ko'tarib xatolikni tasdiqladilar. Ahmad akaga o'tgan davr, ya'ni 70 yoshga to'lgandan boshlab hisoblanmagan ustama qayta hisoblab berildi. Bu degani 5 yil davomida olmagan qo'shimcha pensiya summasini birdaniga oldi va keyingi oydan boshlab uning pensiyasiga har oy 7% qo'shimcha to'lov qo'shib boriladigan bo'ldi. Tasavvur qiling. Bu har oyda uning pensiyasiga ancha sezilarli miqdordagi pul qo'shilishini anglatadi. Bu uning dori-darmon, tibbiy xizmatlar yoki kundalik ehtiyojlari uchun juda katta yordam bo'ladi. Uning oilasi ham bu yordamdan juda minnatdor bo'ldi. Misol 2. Ona Begoyim xola 76 yoshda. Begoyim xola pensiyaga 2005 yilda chiqqan. Uning barcha hujjatlari o'sha paytda to'g'ri bo'lgan, lekin 2000 yillarning boshida. Ma'lumotlar bazasiga o'tkazish jarayonida ma'lumot kiritish operatori tomonidan ehtiyotsizlik tufayli Begoyim xolaning tug'ilgan kuni va oyi to'g'ri kiritilgan bo'lsa-da, yili 1997 o'rniga 1948 deb yozib yuborilgan. Bu degani tizim uni 75 yoshdan bir yil keyinroq 75 yoshga to'lgan deb hisoblaydi. Bu xato sababli Begoyim xola 75 yoshga to'lgandan so'ng darhol olishi kerak bo'lgan 20% ustamani bir yil kechikib o'tgan yili, ya'ni 76 yoshligini olgan. Agar u pensiya fondining so'nggi ogohlantirishiga e'tibor bermaganida va o'z ma'lumotlarini tekshirmaganida bu xato o'z-o'zidan to'g'rilanmagan bo'lar edi uning holatida. Hatto ma'lumotlar bazasida xato bo'lsa ham, u 76 yoshida bo'lganligi sababli tizim uni 75 yoshga to'lgan deb hisoblagan va ustama berilgan. Ammo bu bir yillik kechikishga sabab bo'lgan. Agar u o'z vaqtida ma'lumotini tekshirtirganida, bu bir yillik farqni ham qayta hisoblash imkoniyati bo'lar edi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, kichik bir yil farqi ham sezilarli moliyaviy yo'qotishga olib kelishi mumkin. Misol 3. Nafaqaxo'r Dilshod aka 68 yoshda. Dilshod aka yaqinda pensiyaga chiqqan, atigi 3 yil bo'ldi. Uning barcha ma'lumotlari elektron tizimga yangi pasport asosida kiritilgan va hech qanday xatolik yo'q. U kishi pensiya fondidan kelgan ogohlantirishni ko'rib, o'zining 75 yoshga yetmagan bo'lsa ham tug'ilgan yilni tasdiqlashi kerakmi deb o'yladi. Aslida Dilshod akaga bu ogohlantirish bevosita tegishli emas.
uning ma'lumotlari to'g'ri va 75 yoshga to'lmaganligi sababli 20% ustama unga hali taalluqli emas. U bu ustamani faqat 75 yoshga to'lgandan keyin agar uning ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa avtomatik tarzda olishi kerak. Lekin shunga qaramay, u o'z ma'lumotlarini pensiya fondi veb sayti orqali bir marotaba tekshirib qo'ydi. Ma'lumotlari to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilgach, xotirjam bo'ldi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, ogohlantirish barcha pensionerlarga umumiy bo'lishi mumkin. Ammo uning bevosita ta'siri faqat ma'lum toifalarga tegishli. Shunday bo'lsa-da, profilaktik tekshiruv hech qachon zarar qilmaydi. Misol 4 muhandis G'ayrat aka 7000 yoshda. G'ayrat aka 1970-yillarda boshqa respublikada, masalan, Rossiya Federatsiyasida uzoq yillar ishlagan va o'sha yerda bir muddat yashagan. Keyin O'zbekistonga qaytib kelgan va pensiyasini shu yerda rasmiylashtirgan. Uning birinchi pasportida tug'ilgan yili 1973 deb ko'rsatilgan bo'lsa, keyinchalik xorijdagi hujjatlarini o'zgartirganida tug'ilgan yili xato bilan 1944 deb yozilgan yangi pasport olgan. O'zbekistonga qaytib kelgan edi. Pensiya rasmiylashtirilayotganda bu ikkinchi pasportdagi ma'lumotlar kiritilgan. Hozir G'ayrat aka 7000 yoshda. U 75 yoshga to'lganda 20% ustamani olishi kerak bo'ladi. Ammo ma'lumotlar bazasidagi xato sababli uning tug'ilgan yili noto'g'ri bo'lib qolgan. Ya'ni tizim uni 1924 yilda tug'ilgan deb hisoblagani sababli u 75 yoshga to'lganida ham ustamani olish uchun bir yil kutish kerak bo'ladi. Agar u hozirdan o'z ma'lumotlarini to'g'rilamasa, 75 yoshga to'lganda ham bu ustamani olishda bir yillik kechikishga duch kelishi mumkin. Bu ayniqsa turli davlatlarda ishlagan, hujjatlarni ko'p almashtirgan fuqarolar uchun dolzarb masala bo'lib, ular o'z ma'lumotlariga ikki qaror e'tibor berishlari shart. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, kichik xatoliklar ham katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli pensiya fondining chaqirig'iga befarq bo'lmaslik kerak. Endi esa bu ogohlantirishga oid ba'zi bir noaniq jihatlar. Kutilmagan holatlar va e'tiborga olish lozim bo'lgan muhim nüanslar haqida gaplashamiz. Ba'zida qoidalar oddiy ko'rinsa ham, amaliyotda turli xil murakkabliklar paydo bo'lishi mumkin va ularni oldindan bilish sizni ortiqcha ovoragarchilikdan xalos etadi. Biri, qo'shimcha pensiya turlari ustamalar. Agar siz bir vaqtning o'zida bir nechta turdagi pensiya, masalan, yoshga doir pensiya va nogironlik pensiyasi olsangiz, 20% ustama aynan qaysi pensiya turiga hisoblanadi? Odatda bu ustama asosiy pensiyaning 20% miqdorida hisoblanadi. Agar siz yoshga doir pensiya va nogironlik pensiyasini birgalikda olsangiz, ya'ni qaysidir biri asosiy pensiya deb tan olingan bo'lsa, ustama aynan shu asosiy pensiya miqdoriga nisbatan qo'llaniladi. Pensiya fondiga murojaat qilganingizda ular sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, aniq ma'lumot berishadi va bu masalani to'liq tushuntirishadi. Muhimi shundaki, siz 75 yoshga to'lgan bo'lsangiz va ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz bu ustamadan mahrum bo'lmaysiz. Faqat uning qaysi pensiya turiga nisbatan hisoblanishi va qanday tartibda amalga oshirilishi aniqlashtirilishi kerak bo'ladi. 2. Ma'lumotlardagi xatoliklarni kech aniqlash va o'tgan davr uchun to'lovlar. Faraz qiling, siz 80 yoshga to'ldingiz va faqatgina hozir 75 yoshga to'lganingizda berilishi kerak bo'lgan 20% ustamani olmaganingizni anglab yetdingiz. Sizning tug'ilgan yilingizda xato bo'lgani sababli bu ustama sizga tayinlanmagan edi. Savol tug'iladi. O'tgan 5 yil 75 yoshdan 90 yoshgacha uchun hisoblanmagan ustamani olish imkoni bormi? Ha, aksariyat hollarda bunday imkoniyat mavjud. Pensiya fondiga murojaat qilib, ma'lumotlardagi xatolikni isbotlaganingizdan so'ng sizga o'tgan davr uchun hisoblanmagan to'lovlar qayta hisoblab berilishi mumkin. Bu jarayon bir oz vaqt olishi mumkin. Chunki pensiya fondi sizning holatingizni har tomonlama o'rganib chiqishi, barcha arxiv hujjatlarini ko'tarishi va tegishli qonuniy qaror qabul qilishi kerak bo'ladi. Shunday ekan, xatoliklarni qancha tezroq aniqlasangiz va to'g'rilasangiz shuncha yaxshi. Oraga qancha ko'p vaqt tutsa hujjatlarni topish va tasdiqlash shuncha murakkablashishi mumkin. O'tin, turli davlat idoralaridagi ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar. Ba'zan sizning pasportingizda bitta tug'ilgan yil ko'rsatilgan bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizda boshqa yil va pensiya fondi bazasida esa uchinchisi bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda qaysi hujjat asosiy deb hisoblanadi? Odatda pasport ma'lumotlari eng muhim hisoblanadi. Chunki u sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir va ko'pchilik rasmiy muassasalar tomonidan qabul qilinadi.
Ammo agar pasportingizda xato bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma yoki arxiv hujjatlari, masalan, arxivdan olingan ma'lumotnomalar orqali bu ma'lumotni to'g'rilashingiz lozim bo'ladi. Bu kabi murakkab holatlarda sizga pensiya fondi xodimlari va hatto yurist maslahati kerak bo'lishi mumkin. Eng muhimi, bir xil ma'lumotlar barcha rasmiy hujjatlaringizda aks etishini ta'minlash va barcha nomuvofiqliklarni bartaraf etish. 4. Bechora pensionerlarga xabar yetib bormagan holatlar. Pensiya fondi ogohlantirishlarni turli yo'llar bilan tarqatishi mumkin. SMS xabarlar, pochta orqali xatlar, televideniye va radio orqali e'lonlar, ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar. Ammo ba'zi pensionerlar, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar, yoshi juda katta bo'lganlar yoki internet va zamonaviy aloqa vositalaridan foydalanmaydiganlar bu ogohlantirishlardan bexabar qolishlari mumkin. Agar sizning atrofdagi qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz orasida shunday keksa yoshdagi fuqarolar bo'lsa, ularga bu haqda xabar berishingizni va imkon qadar yordam berishingizni iltimos qilaman. Ularga pensiya fondiga murojaat qilishda amaliy yordam berish, hujjatlarni to'plashga ko'maklashish juda katta savob ish bo'ladi. Bu nafaqat ularning huquqlarini himoya qilish, balki insoniylik burchimiz hamdir. 5. Vakil orqali murojaat qilish imkoniyati. Agar pensioner sog'lig'i yomonligi sababli yoki boshqa jiddiy sabablarga ko'ra pensiya fondiga shaxsan murojaat qila olmasa, uning nomidan vakil murojaat qilishi mumkinmi? Ha. Bunday imkoniyat mavjud va qonuniy ravishda ruxsat berilgan. Biroq bu holatda vakil notarial tasdiqlangan ishonchnomaga ega bo'lishi shart. Ushbu ishonchnoma vakilga pensionerning ma'lumotlarini tekshirish, kerakli hujjatlarni topshirish va u nomidan harakat qilish huquqini beradi. Vakilning harakatlari qonuniy asosga ega bo'lishi va pensionerning manfaatlarini himoya qilishi uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma juda muhim talabdir. Ushbu ishonchnomada vakilga berilgan vakolatlar aniq ko'rsatilishi lozim. 6. Tizimli xatolar va ularni tuzatish jarayonlari. Ba'zida xatoliklar birgina pensionerga emas, balki butun bir guruh pensionerlarga taalluqli bo'lishi mumkin. Bu pensiya fondi tizimiga ma'lumotlarni o'tkazish jarayonida yuz bergan tizimli xatolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lum bir davrda kiritilgan ma'lumotlarda bir xil xato takrorlangan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda pensiya fondi o'zi faol ravishda bu xatolarni aniqlash va tuzatish bo'yicha ishlar olib boradi. Ular tizimli tekshiruvlar o'tkazib, bunday xatoliklarni ommaviy ravishda bartaraf etishga harakat qilishadi. Biroq sizning shaxsan murojaatingiz bu jarayonni tezlashtirishi va sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam berishi mumkin. Agar sizda bunday tizimli xatolik yuzasidan shubhalar bo'lsa, pensiya fondi bilan bog'lashdan tortinmang. Bu kabi noaniq jihatlarni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va pensiya fondi bilan muloqot qilishda ancha xabardor bo'lishingizga yordam beradi. Har doim to'liq ma'lumotga ega bo'lish sizning huquqlaringizni to'liq himoya qilish garovidir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizning amaliy harakatlaringiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borishingiz kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Hozir bularning barchasini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Toki siz hech qanday muammosiz o'z haqqingizga ega bo'lishingiz mumkin. Bir qadam ogohlantirishni aniqlash. Avvalo, pensiya fondidan sizga shaxsan biror xabar kelganmi? Yo'qmi? Shuni aniqlang. Bu SMS xabar, telefon qo'ng'irog'i, pochta orqali xat yoki mahalliy pensiya fondi bo'limining e'loni bo'lishi mumkin. Agar siz 70 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki tez orada shu yoshga yetmoqchi bo'lsangiz. Lekin hech qanday xabar olmagan bo'lsangiz ham keyingi qadamlarga o'tishingizni tavsiya qilaman. Chunki ba'zida xabarlar barcha manfaatdor shaxslarga yetib bormasligi, texnik nosozliklar yoki manzildagi xatolar tufayli sizga yetib kelmasligi mumkin. O'z tashabbusingiz bilan harakat qilish har doim afzaldir. 2 qadam tug'ilgan yilingizni tekshirish, eng birinchi navbatda o'z pasportingizni, tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizni va pensiya guvohnomangizni olib, ulardagi tug'ilgan yilingizning to'g'riligini tekshiring. Hujjatlardagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar bo'lsa, qaysi hujjatda xato borligini aniqlashga harakat qiling. Odatda tug'ilganlik haqidagi guvohnoma dastlabki ma'lumot manbai hisoblanadi. Chunki u sizning tug'ilishingizni tasdiqlovchi birinchi rasmiy hujjatdir. Pasport keyinchalik berilganligi sababli unda xatolik ehtimoli mavjud bo'lishi mumkin. 3 qadam pensiya fondi bilan bog'lanish. Ma'lumotlaringizni tekshirgandan so'ng pensiya fondi bilan bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Buning bir nechta qulay yo'li bor.
onlayn portal orqali agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, pensiya fondining rasmiy veb saytiga odatda PUZ yoki shunga o'xshash manzil kirib, shaxsiy kabinet orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Ko'pgina davlat xizmatlari portallari orqali ham shaxsiy ma'lumotlarni ko'rish va elektron murojaat qoldirish imkoniyati mavjud. Bu eng tezkor va qulay yo'l hisoblanadi, chunki buning uchun uydan chiqishingiz shart emas. Bu ishonch telefoni orqali pensiya fondining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, o'z savollaringizni berishingiz va vaziyatingizni tushuntirishingiz mumkin. Operatorlar sizga dastlabki maslahatni berishadi va keyingi harakatlar rejasi bo'yicha yo'l ko'rsatishadi. Telefon raqamlarini pensiya fondining rasmiy veb saytidan yoki mahalliy pensiya fondi bo'limlaridan, hatto banklarning axborot stollaridan ham topishingiz mumkin. Shaxsan murojaat: agar yuqoridagi ikkita usul sizga mos kelmasa yoki siz shaxsan borib muloqot qilishni afzal ko'rsangiz, yashash joyingizdagi pensiya fondining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu usul ko'proq vaqt talab qilishi mumkin, chunki navbat kutishingizga to'g'ri keladi. Ammo siz bevosita mutaxassis bilan gaplashib, barcha savollaringizga to'liq javob olishingiz mumkin bo'ladi. Murojaat qilishdan oldin barcha kerakli hujjatlaringizni tayyorlab olishingizni tavsiya qilaman. Darqadam, kerakli hujjatlarni tayyorlash. Pensiya fondiga murojaat qilganingizda sizdan ma'lumotlaringizni tasdiqlovchi quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ularni oldindan tayyorlab qo'yish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Pasport, asli va nusxasi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, asli va nusxasi. Bu hujjat ko'pincha ma'lumotlardagi xatoliklarni isbotlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Pensiya guvohnomasi, asli va nusxasi. Agar mavjud bo'lsa, eski pasportlaringiz yoki boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, eski namunadagi fuqarolik pasportlari, harbiy bilet. Agar vakil orqali murojaat qilayotgan bo'lsangiz, notarial tasdiqlangan ishonchnoma. Barcha hujjatlaringizni to'liq va tartibli qilib tayyorlab qo'ysangiz, jarayon tezroq kechadi va sizga qo'shimcha hujjat talab qilib vaqtingizni olishmaydi. 5 qadam: arizani to'g'ri to'ldirish. Pensiya fondiga murojaat qilganingizda sizdan maxsus shakldagi arizani to'ldirish so'raladi. Bu arizada siz o'z tug'ilgan yilingizdagi ehtimoliy nomuvofiqlikni ko'rsatishingiz va pensiya fondi bazasidagi ma'lumotlarni o'zgartirishni so'rashingiz kerak. Arizada quyidagi ma'lumotlar aniq va tushunarli ko'rsatilishi kerak. F. To'liq ism, familiya otasining ismi, pensiya guvohnomasi raqami, hozirgi pasport ma'lumotlari, seviyasi, raqami, kim tomonidan va qachon berilgan, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma ma'lumotlari, pensiya fondi bazasidagi noto'g'ri ma'lumot va uni qaysi to'g'ri ma'lumotga o'zgartirish kerakligi haqida aniq tushuntirish. Nihoyat, qo'shimcha to'lov 20% ustama hisoblanishini so'rash va buning uchun ma'lumotlarni to'g'rilashni iltimos qilish. Arizani to'ldirishda xato qilmaslik uchun pensiya fondi xodimlaridan yordam so'rashingiz mumkin. Ular sizga to'g'ri to'ldirishda albatta ko'maklashadi va barcha savollaringizga javob berishadi. 6 qadam: jarayonni kuzatib borish. Arizani topshirgandan so'ng ish shu bilan tugamaydi. Sizning murojaatingiz ko'rib chiqilish muddati bor. Odatda bu 10-15 ish kuni tashkil qiladi. Ushbu muddat ichida pensiya fondi sizning ma'lumotlaringizni tekshiradi. Arxiv hujjatlarini ko'tarishi va tegishli qaror qabul qilishi mumkin. Murojaatingiz holatini tekshirish uchun belgilangan muddat o'tgandan so'ng yana bog'lanishdan tortinmagan. Sizga ma'lumotlaringiz o'zgartirilganligi va ustama to'lovi qachondan boshlab hisoblanishi haqida xabar berilishi kerak. Agar to'lovlar o'tgan davr uchun qayta hisoblangan bo'lsa, ularni qanday olish mumkinligini ham aniqlashtiring. Sizning faolligingiz bu jarayonning muvaffaqiyatli yakunlanishida juda muhimdir. Unutmang, bu jarayon sizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan muhim qadamdir. Har bir bosqichga jiddiy yondashib, zarur harakatlarni o'z vaqtida amalga oshirsangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovni muvaffaqiyatli olishingiz mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomizda pensiya fondining tug'ilgan yilingizni xabar qiling, pensiyaga erim bariniz ustama degan muhim ogohlantirishi haqida batafsil ma'lumot berdim. Ko'rib turganingizdek, bu shunchaki quruq ogohlantirish emas, balki ko'plab pensionerlarimiz uchun qo'shimcha moddiy yordam olish imkoniyatidir. Eng muhimi, o'z ma'lumotlaringizning to'g'riligiga ishonch hosil qilish va har qanday xatoliklarni o'z vaqtida to'g'rilashdir. Bu sizning qonuniy huquqingizni ta'minlash va oilangiz uchun qo'shimcha mablag' olishning kalitidir.
ushbu ma'lumotni o'zingizga yaqin bo'lgan keksa yoshlikdagi fuqarolar bilan bo'lishingizni ham iltimos qilaman. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va sizni qiziqtirgan savollarga to'liq javob topdingiz. Agar bu video sizga yordam bergan bo'lsa, albatta videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning har biriga javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarimizda uchrashguncha o'zingizni asrang.